Tracker va 12 bor akalarga yengilini zo'ri. Endi siz hech qanaqangi 500 ming 1 millionga CarPlay sotib olishingiz shart emas. Sizda qo'lingizda bor yo'g'i Android telefoningiz bor bo'lsa, bo'ldi. Bu telefoningizga Play Marketdan biz yaratgan programmani ustanuvga qilasiz va mashinangizda bemalol YouTube televizorlarini maza qilib tomosha qilib ketasiz. Hozir sizga buni qanaqa ishlashini ko'rsatib beraman. Kabelni ulaysiz. Android Autoga kirasiz. Mana YouTube knopkasini bosamiz. Mana xohlagan YouTube'dagi videolarni, hamma narsani bemalol ko'rib ketishingiz mumkin. Ruldagi knopkalar orqali ham bemalol ashlarni keyingisiga o'tkazib yoki orqaga qaytarib boshqarib ketishingiz bo'ladi. Bu programmaning eng muhim jihatlaridan bittasi bu ofitsial Google Play Marketida ro'yxatdan o'tgan. Narxi bor yo'g'i 100 ming so'm. To'g'ri, aytishlar mumkin, oldin bu narsa tekin bo'lgan-ku deb. Tekin bo'lgan faqat eski Android telefonlarga tekin bo'lgan. Androidning 14-versiyalaridan keyingilarida bu programmalar ishlamayapti, anchadan bir tekin versiyasi. Buni ustida biz ishladik, ancha mehnat ketdi bunga. O'shaning hisobiga ham narxi 100 ming so'm qilib belgiladik. Agar sizlarga shu programma qiziq bo'lsa, shu programmani ustanuvga qilmoqchi bo'lsanglar, bemalol bizga murojaat qilinglar. To'lov qilganlardan keyin shu programmani telefoningizga ustanuvga qilib, bemalol YouTube'larni tomosha qilib yursanglar bo'ladi.